Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar, tug'anlar. Bugun 29 yanvar Jalolobod shahrida жүрөбүz. Sizlarga hozir O'rus bozor, baraxolka, yarmarkani bog'larini bilib berayin tug'anlar. Sizlar videomizga oldindan like knopkani ayovay bosib, kanalımızga xattal olganingizlar, kanalga xattal qo'yingizlar. Shunday son taq ma'lumotlarni birinchilardan ko'rib qolasizlar inshaalloh. Tug'anlar, O'rus bozor Jalolobod shahrida subota voskreseniya kuni avtobeket bo'lsa, eski avtobeket. Avtobeket janda mana poyezd yo'l menen shunday sentrga qarab, mana bu joqqa qarab O'rus bozor bo'ladi, baraxolka. Tug'anlar. O'shan jalan qanday buyumlar bugun chiqdi, sizlarga qaltirib ketayin tug'anlar. Sizlar videoda gruppalarga tarqatib qo'yingizlar, ellar ko'rsin. Kimga qanday buyum kerak bo'lsa, o'zini buyumini topadi inshaalloh bu bozorda. Bozorimizga kelib, savdo qilib, o'zinglar buyumlar olib chiqib, bozordan qilib ketsanglar bo'ladi. Tak, do'stlar, qanday buyumlar bor tartamiz hozir. Tak, bu joqqa mana pul avtomat bor ekan. Artel. Qancha kilogram aka? Qancha so'm so'rashyapti? 4000 so'm. 4000 so'm ekan do'stlar, pul avtomat. Duxovka qancha? 4000 da. Jangida ekan. Duxovkasi ham. Ay, qo'ldan ulg'am joq. 4000 so'm. O'zi top-toza turadi, ichi ham aka. Tak, 4000 so'mga duxovka ham bor ekan. 600 so'm. Şu 600 so'm ekan do'stlar. Tak, qanday buyumlar bugun chiqdi? Jalan sizlarga hozir tartib qoldirib qo'yaman do'stlar. Sizlar like deb bosib, kanalimizga xattal bo'lganingizlar, kanalga xattal qo'yingizlar. Do'stlar, 25 so'mdan bananam bor ekan. Shtuga 25 dan sotdi. So'ng 20 so'm ekan deb bo'ldi. Tak, yaxshi. Qanday buyumlar? Kirgizga ko'rib qoldim. Yoqda. Aka, stiralni ishlaydi? Stiralnida relesi yo'q. Relay qo'yish kerak. Relesi qancha suratasiz bas? 1700. 1700 so'm ekan do'stlar. Yaxshi. 1700. Ne var çok ko'ramiz hozir inshaalloh. Shveyni sizniki qancha suratasiz? 5000 so'm. Na 5000 so'm. Ha, ishlaydi, ha? Aybi yo'q, 5000 so'm. Do'stlar, shveyni mashinkada bor ekan. Putmengan-da bu, ha? Chayka 3. Endi bilganlar bo'lsa kerak, o'zi olaman. 5000 so'm so'rayotamiz, ha? Daha kichina tushirib beramiz so'raganlar. Yaxshi. Shveynini so'ragan borda nomeringizni ayting. Chalib olib ketib qolishadimi o'zi? 501 501 46 16 06 03 46 16 03 ha? 03. No shveyni mashinka bo'yicha akamga chalib sodasini qilsanglar bo'ladi ekan do'stlar. So'raganlar bo'ldinglar kommentariyada. Tak, ketdik. Daha qanday buyumlar bor hozir sizlarga tartib qoldirib qo'yaman. Nerede? Kofe. Çay kofe dostlar. Kelip çay kofe içip ketsinler oldu. No, maşından tartib koyayım sizlerge. Ne parada yoksa 130 bin deydi. Aka. 130 bin so'm katta aka var dostlar. İşte canım. Tak, no divan var ekan sizde bugün. Qancha so'mdan bu komplekt? 10 bin so'm. 10 bin so'ratasiz komplektga. Var eski. Yaxshi. Eski qancha so'm yuring, ko'rib tortamiz. 5000 so'mmi? Ha, buni ha? 3 shtuk. 5000 so'm ekan, yaxshi. Eski anaqa tumbuchka bor. Qancha oldi tumbuchkangiz eski? Birinchisi 2000, bunisi 3000, bular mana. 2000, 3000. 4000, 3000 eshiklar ham bor ekan. Bu ishni. Eski kravat bor buni. Eski kravat qancha so'm bu? Ha? Ha, buni ochiladimi bu? Ochiladi. 3 ta bola yotadi. Qancha so'm bu? Ha? Qancha so'm? Bu 1,5 mingga berib yuboraman. 1,5 ming so'm. Juvib tozalab Ha. ishlatsa bo'ladi ekanda. Yaxshi aka. Tag'im neleringiz bor? Xolodilnik sizniki? Kichinaka? Kichinaka sizniki? Qancha so'm so'ratasiz shu? 3,5 ming? 3,5 ming so'm so'ratayotgan. Kichinaka xolodilnik. Buni tartsang buni. Bu ne bu? Bu Putinning stakandari. Ha, Putinning stakandari qancha so'mdan? 1000 so'mga beraman. Putinga olib borib bersalar
Sen arzonda turuyorsun. Elektron sekeredi. Ha, bu отдельно bu. Hadi, oşun içim Türk kayıp olasın. Da 1000 so'm ekan, yaxshi, yaxshi. Tak, nomeringizni ayting. Mollalar verdim. Ha, var. Televizor var. Maşine bagajniklar var. Tumçkalar var mı? Bu mashinanın bagajniki mi? Bagajniki. Bu tushiradi, ha, universal, ha? Şöhret. Любой mashinada tushiradi bagajnik. Qancha so'm bo'lmasi? Bu 2000. 2000 so'm ekan. Tak, televizor Televizor 2000. 2000 so'm. Podstavkasi-chi? Pastavkası 1,5. 1,5 so'm. No, eski sovetskiy Tabii. qancha so'm bu? Отопление bu? Bagajı Обогреватель. Tak, buni son o'nganmi? Qancha so'm bu? 2000. 2000 so'm. Svitinlik. Svitinlik. Buni kichkinakayichi? Sen 2000. Bu ham 2000. Xrustal. Oho. Star ekan. Gus Xrustal degan shaharni bilasizmi Moskvada? Şapka var. Norka. Norka 2,5. 3,5 so'm. Tumbuçka Tumbuchka qancha so'm? 2200. 2200 so'm ekan. Televizor 2000. Chixollar qanchadan? Çikolata 2000. Komplekt, da? Komplekt polus. Polisi 2000 so'm. Tak, do'stlar, bunda çalan bağlarını bildim. Nomeringizni ayting. 0555 Aha, 60 aha, 53 aha. 42. O'sha nomerga baylanishqa raqamni. Bagajdan Ha, u ham sizniki, uni ikkita. U ham 2000 so'mmi? var mı 2000? 2000 so'm nanday bagajnik ham bor ekan. Roshka deb qo'yib. Rahmat aka. Rahmat. Ketdik. Bozorda ko'raylik, qanday buyumlar bor bugun. Tak, do'stlar, bu yoqda o eski sovetskiy mebellar chiqib qolibdi. Buni shtuchni shekilli, ha? Maga бағаларын айтып беребез, qancha so'mdan bo'ldi? Ketdik, ama bir chetdan aytib bering. Tak. Bular qancha so'mdan, qancha so'mdan bo'ldi? Shtuchni da bular, bolkalar. Aynaga endi. 800. İki shtuk bor ekan, 800 dan. 1600 so'm bo'ladi ekan. Buni kichinaga asta 2000 so'm, ha? Tak, bunisi sostaniyasi ham yaxshi ekan, ha? Özüm жасаймын. Ha, bu eskilerdi restavratsiya qilasizmi? Yok, özüm bu polnu. Ha, bu жаңы жасалганбы? Maşallah, men buni baya sovetskiy debdim. Bu o'zingiz jasayotgansiz da. Tak, buni qancha dedik? 1800. Buni shkaf qancha buni cho'q? 4,5 so'm, ha? Buni qarab qo'yamiz. Tinni ekan, aybi yo'q bir yerda. Mana do'stlar. 4,5 so'm shunday shkaf bor ekan. Tak, buni oldingiz qancha so'm? Bu satıldı. Qancha sotdingiz? El ko'rsin. Başka o. Qancha sotdi? Bilasiz baqchasini? Qancha sotilgan? 2,5 olsun. 2,5 ga sotdi. Buni qancha so'm aka sizniki? Ha, u ham sizniki emas-da. Ketib qoldi u. Başka cüret. Mana shu uchovi sizniki ekan, 4-o, ha? Tak, nomeringizni qoldirib qo'ying men internetga. Chalishib olib ketishadi. Hemen şöyle şamba bora. Ha, 2 kun, subota, воскресенье kuni kelayotgan rakam oldi. Saklı. Yaxshi. Ketdik ham. Dag'im ne bor yo'q, tortamiz. Baliqni qilib qo'yamiz. Qancha so'm bo'ldi aka? 150 dan 500 so'mgacha endi. Do'stlar. Nolarni? Jo'q, YouTube'ga ketyapti. Bu qancha so'm? 10 so'm. 10 so'mdan, ha? Bu ne aka? Ha, palichkalar. Oling Şamaykani вообще zo'r. Qancha so'mdan aka bular? 80 so'm bu dona. Qimmat balo ekan, ha? Zo'rda dengizda bog'liq. Ha, 80 so'm ekan Şamaykasi. Bir yeb ko'rgan odam постоянно oladigan bo'lib qoladi. Ki apetit açılıp gitti ya bundan göre. Söyle kalkıp gitti. Rahmat aka. Tak kettik. Qanday dagı çoğu yes, çoğu нет. А сколько за мечту просим? 1300, да, мечта? 1300. А этот, как называется, духовка? 2, да? А, почти новая. 2. 2 deydi. 2000 kami yok. А эти почем? Дверца. 650 большой, да? А, комплект 650. 650 сом экономи берет ekan do'stlar. 650 сом. А домкрат вот этот советский? Сколько тонн здесь? 12 даже, да? 2,5 ming 12 tonna ekan do'stlar. 2,5 ming so'm. Так, hozir men nomer telefonini olib, номер оставим ваш? Давайте. Диктуйте. Так, где WhatsApp есть? WhatsApp на Мегакоме. Мегаком. Айтарин. 553 553 119 365. 119, да? Да. 119
365. 365 ошо номерге байланышып şu büyümlerini көрсөтүп коюм. Мына жаңы да экен. Смотрю вас постоянно. Спасибо, лайкайте. Так, все сняли. Все сняли. На, запчастьтарым бар экен, чала берет экенсиңер да. Без ноям ошо баланыкычы. 300 сом, 1,5 миң сом. Так. Жакшы кеттик. Дагы кандай büyümler бар, азыр тарта алабыз. Так, достор, бул жерде полотенце бар экен, чачыктар. Оптумга сатылат экен, достор. Мына пачкасы канча? 12 штук, 180 сом. Оптум баада мына пачкалар сатылат экен, 180 болушу, достор. 12 штук вафельный полотенце билсеңер керек. Ба, российский. Количество бар, а? Количество, любой количество бар экен, достор. Алам дегендер, соода кылам деген. Кичинекейлер канчадан берип атасыз пачкасын? 170-190'dan. 170-190 сом, а? Буям оптум. Буям количество бар, а? Жакшы количество. Номериңизди айтасызбы? Ба, количествого оптум чачык алам дегенде. 99, Аха. 18, 18, 19, 19, 47. 999 мен болуп атат, ошондо. 9 mu? Майн рахмат ака. Мына şu чачыктарды бааларына билип бердим. Келип көрүп алып кетсеңер болот экен, достор. Так. Büyüğünger. Araba жөнбес, жакшы экен, соны. Самодельный экен да. Так. Жакшы, дагы эмне бар жок. О, носкилер тартпайлыбы? Носки бар экен, жаңы. Достор, 50 сомдон мына. 50 сом. 100 сомго 3 штук. 100 сомго 100 сомдон экен мыналар мына. Limax'tar kalın 100 сомдон экен. Dostlar. Türü var eкен. Ejemge gelip naskiyam alıp ketsenger alıp ketken жаңы naskilere. Detskileriңiz kayakta? Bu yakta mı? Kança somdan bolot detskiler? 50 сом, narkı 100 сом uçtu. Munalar 50 сом. Narkılar 100 сомго 3 штук dediniz ha? Munalar. 100 сомго 3 штук детский наскiyam var eкен dostlar. 100 сомго 3 штук dedi. Sonun asortimentini görüңүздөр mü? Limax'tar var eкен. 60 сомдон. 100 сомдон. Рахмат эже. Келип şu жерден жаңы наскiyam алып кетсеңер болот. Так, дагы эмне бар жок, азыр көрүп тартабыз. Ой, чыкып түшөт. Так, достор, мына орустан бай алюминий сураган комментарий болду. WhatsApp'ка ham жаздыңар. Алюминий büyümдөрүн тартып калтырып кетем. Так, можно цены у вас уточню? Баллон большой. Сколько она стоит? 4000. Маленькие вот эти. По 27, да, не? 3000, да? Комплект готовый уже. 3000 сом, достор. Так, дальше. 2000 сом, да, достор. Бұл 2000, 27 литрлар. Полтора, 1,5 сомдан кичине. Ескирага. 10, да? 12 литров. Это 8 даже? Сколько она стоит? Я знаю, да. Я продал уже одну. 2000 сомго берет экен. Буну баягы натяжной потолок ошондойлорго жакшы. Она компактная, да, для мастеров. Да. Так, отлично. Эти алюминиевые 500, да, она стоит? 500. Они раковины по 500 экен. Раковины по 500. Так, жакшы. Eski советский кранниктер бар экен мында. Мясорубка сколько стоит? 600, да? 600. 600 сом, достор. Мясорубка. 600 мясорубка сатылат. Канистралар. Но переделка кылган экен да. Это под воду, да, сделали специально? Самовар, да. Сколько литров здесь получается самовар ваш? 25 литров. Сколько стоит она? 2,5 сом, достор. 2,5. А это уже целый, да? Готовый, 100 Все, 2,5 носкен, жөнө бүтүнү бар экен, 2000 сом экен. 500 там стоит. Работа бесплатно получается.
Дырка бесплатно. Бекер керек. Жақсы. Все, отлично, спасибо. Вас просил... вот. У вас для печенья есть вот эти? Остались алюминиевые, да, формочки. У меня в комментариях кто-то писал, формочки найди для печенья. Не осталось, да? Для кекса сколько стоят вот эти формочки? Есть. Это советские еще. Сергей, вот это 500? 500 сом ekan. 500, да, эти? 300, 300 сом. Жақсы, спасибо вам. Да, вот эти формочки просили. Подайте, говорит. На манты қасқандар, достар, шу жерге елересіңер. Так. Спасибо вам большое. Ну, российский бургер нахай. А это сколько стоит? 5, да? На, 5000 сом ekan, достар, орыстар. Ötügü. 5000. Все, спасибо вам. Так, пошли дальше. Камер распродажа болып жатқан бұл жақта. Ремешоктар. Зым қаншадан екен мынау? Қанша метр? 14 метр. Қанша бересіз 14 метрдің? Біріңе қаншаға пұшқа? 1000? 1000 falan шығар бұл. 1300 сом екен. Ор стекло көрдім. Қанша кусогы? 800 сом. 800 сом. Қанша шығады бұл жерде? 45 екен. 145 ор стекло бар екен. Так. Бұл керек түбімді, туралы. Издегендер көп. Так. Печка. Пушка. Вы что, снимаете, наверное, потом по телевизору будем В Ютубе, да. Орыс базар там напишите все. Так, все, пойдем. Чего есть, все нет. Индюк басын билелігі, туғандар. Бүгін тоғық базар болады. Индюктар қаншадан болды аткен? Ошонда балаларын қалтырып кетен. Ага, қаншадан болды индюктар? Қаншадан болды? Сізден бәкі қанша сондан болды балалар? Жоқ, ошын басын айтып берейін. 2,5. Ма кішінекелер. Қанша килограмм шығады бұл? Kilosun bilmem. Ма чоңдору чым мына? Çoğunlar 5.000. 5.000 aldım. Ha, 5000. 2 yıllık var. 5.000 aldım bunu. Чоң екен де бұл 2 жылдық. Вообще здоров екен. 5000 сом екен, достар, мына. Ма кішінекейді 2000 сом деп отыр. Толықмен тең. Бағалар шындай отыр, достар. Кішінекей чоңдорын. Aka qanchadan bo'ldi mына qo'lingizdagi? Qanchadan? 3,5. Eko 3,5 yaxshi. Kishnakelar o'sha 2000 so'm, 1,5 1700 so'mdan. Tortqaning uchun to'laysiz-da. Mayli, sizlarga aqchaylab bo'ldi. Tak, no, siz Danyar aka, kishnakelariniz qanchadan sizda? 2.000'den de otağız. 2000'den de o'tamiz. Mana shu balada ko'pda 2000'den deyil o'tatgan. Danyar aka, keling reklama qilib qo'ying sizlarni nomeringizni. Zakaz. Kerak yo'q desa. Bo'ldi. Shu tovuq bozorga kelib Danyar kim desangiz? Danyar shu ведущийsi tovuq bozorda. Начальниги ova. Na, dostlar, bağlarını bilib qo'ydim, injuktarda bağlarını. Bugun 2000, 1,5 2,5 1700 so'm, 5000 so'mliqlar bor ekan, dostlar. Injuktar 5000 so'mdan. Bak kimdan ekan? Qancha so'm aka? 3000 so'ratasiz, ha? 3000 so'ratgan mana. Sonu. Dostlar, bağlar şunday oldu. O xo'roz dakan gördüm de. Kimniki ekan bu? Bayet. Qancha so'm so'ratasiz? Qancha so'ratasiz? 3000 so'm. Mana dostlar. Bersk ekan, ha? Rahmat aka, bozoringiz bersin. Ha. Aka qanchadan bo'ldi? Qancha so'mdan sotib o'tasiz? 800 dan tovuqlar ham bor ekan, dostlar. Qancha kilogramdan chiqadi aka bular? 2 kilogramdan bor deydi. 800 so'mdan dostlar. Jo'q, sonun dostlar, mana bozor bo'ldi bu yoqda. Qancha bo'ldi aka bozori? 1850 so'm. 1850 so'm bo'lib tur bozori. Ha, bir qarab qo'y biz yoqqa.
Derski ekan. Boyet. Men aka o'sha 150 so'mdan qiyilmaylar berib. Sondan bo'ldi ekan aka bozorda. Yaxshi. 2 ga berem deb turadi. Dostlar, shunday bo'ldi bozorimiz bugun. Azдағы bir kichini tartib keyin аяқтайлық. Так, достар, бұл жақта eski gaz plita var ekan bunday. Sovetskiy ideal deganmi, idealmi degan. İşteydi aka бар жоқ, ayıpı жоқ. Ayıpı жоқ. Duxovkalardan işteydi. Qancha so'ratamiz? 5000 so'm. Ha dostlar, 5000 so'm. Bunday бар жоқ iştey turgan gaz plita var ekan. Eski sovetskiydan. Var жоқ işleyken. Переделка gazga alına qilib qo'ygan sizga. Tak gaz balonga man chiqarib. Chiqarib turadi. Primoy ulab qo'yishadi. Так, yaxshi nomeringizni qoldirib qo'yaymi internet? Netu. Pus O'rus bozordan kelib olib ketayotgansizlar, do'stlar. 5000 so'mga shunday. Disklarlar bor ekan. Qanchadan uka disklar? Aka sizniki 10 dan, ha? 10 so'mdan diskalar. Hechga tushib. Turi bor ekan. Telefon zaryadnik degan bor ekan. So'ning bağlarını ko'rib o'tasizlar. Materialni tartmadim-da. Assalomu alaykum. Turi bor ekan. Qanchadan boshlab qancha so'mgacha? O'zi arzoni qancha bizda materialda? 50 so'mdan arzon. Mana do'stlar, material olam deganlar kelar ekansiz. Har qanday turli materiallari bor. Ham chiqadi o'zar, bozor chiqadi bu ekan. Do'stlar. Va ko'chadan ko'ra 20 so'm, 30 so'm arzon sotadi bu. Tak bu yoqda pilisos ko'rdim-da. Mo, cho'ng pilisos. Qancha deydi? 2,5 ming deydi, shunday. Ay pilisos bor ekan do'stlar. 2,5 ming so'm. 2,5 ming so'm so'rashadi. Tak, kolonkalar kelib qolibdi. Bu yoqda har tip tozalab qancha so'mdan so'ratamiz aka? 2,5 mingdan bir dona. Kam, danasi 2,5 ming ishteydi, o'sha jinni ishteysa kerak bu. Chang ekan. Usultili bor, flashga tushayotgan do'stlar. 2,5 ming shtuk 5 ming bo'ladi shunda komplekt. Alam desang. Bu hozir buga dag'i kolonkalasa bo'ladi. Bu usultili bor-da o'zini. 2,5 ming so'm bir shtuk ekan do'stlar. Yaxshi. Shunday kolonka kerak bo'lsa da kelib olib ketasizlar do'stlar. O'rus bozori Jalolobod shahrida avtobeket janida bo'lib, subota va воскресенье kuni do'stlar, mana avtobeket bo'lsa eski janda poyezd yo'l bilan shunday ketaverasizlar inshaalloh. Do'stlar. Tak. Ma. Игрушкалар. Maskalar var. 30 so'mdan. Sabzi bozor olacak. 10 so'mdan ekan do'stlar. Sabzi var ekan 10 so'mdan. Maşallah. Bağlarni ko'rib o'tasizlar. Игрушкалар do'stlar. 30 so'mdan. 30 so'm optum bas. Mazavi bekar. Ayna var ekan, hem 400 so'mdan 3 kilogram miqdor. Kelersinler dostlar. Şimdi videomuzu аяқтайлық. Kim videoga like basmaganlar like basıp kanalga kattal olganыңыздар, kanalımızga kattal qo'yingizlar. Shunday sonun taq ma'lumotlarni birinchilardan ko'rib qolasizlar inshaalloh. Kommentariyaga yozib qo'yingizlar, qanday buyumlar tartib qo'ying dostlar.